Eng noto'g'ri ovqatlanish turi qanaqa bo'lishi mumkin? Nima sababdan bola kasal bo'lishi mumkin va nima sababdan bolani burni bitishi mumkin? Mana shu savolga ko'pchilik javob qidiradi. Ovqat beramiz, ovqat berganimizdan keyin ovqat yegani uchun, yaxshi ovqat yegani uchun biz bu bolaga shirinlik beramiz ovqatdan keyin. Mana shu eng noto'g'ri ovqatlantirish. Juda mehribonligingiz oshib ketayotgan bo'lsa, mayli shirinlik bermoqchi bo'lsangiz, o'zi shirinlik umuman mumkin emas. Konfet shaklidami, pishiriq shaklidami, uni bolaga ozgina mayli och qoringa, lekin u ham mumkin emas. Ovqatdan keyin berganingiz ovqatni achishiga, burun bitishiga va tomoq og'rishiga sabab bo'lishi mumkin. Mana bugungi kunda hozir mana bemor murojaat qildi. Biza anamnezdan yig'ganimizda astoydil mana shu narsa aniqlandi. Ya'ni ovqatlangandan keyin bola ovqat yegani uchun, yaxshi yegani uchun mukofot tarzida biz unga har xil shirinliklarni beramiz. Bu o'z navbatida o'sha shirinlikni yaxshi oziqa miqdori bo'lgani uchun mikroblarning rivojlanishiga, ovqatdan keyingi bo'lsa achishiga sabab bo'ladi ovqat. Tezda achishiga va bolada nojo'ya holatlar, nojo'ya vaziyatlarga sabab bo'lishi mumkin. Mana shu burni bitishiga ham, tomoq og'rishiga ham. O'zi shirinlik o'zi umuman mumkin. Ovqatdan oldin beradigan bo'lsangiz, bu ishtahasini bo'g'ib qo'yadi. Ya'ni qondagi glyukozani miqdorini oshishiga va bu bilan bolada to'qlik hissi vujudga kelishi qisqa vaqtli. Ozgina vaqtdan keyin boradi, yana xuddi o'sha narsa bergan shirinligingizni, pishirig'ingizni, boshqasini yeydi, o'sha bilan yuraveradi. Deydi, "Men bolam ovqat yemayapti" deydi. Kerakli bo'lgan minerallar va vitaminlarni ololmaydi. To'g'ri yo'li ovushda, ya'ni даже meva ham emas, ovushda brokkoli bo'ladimi, gulkaram bo'ladimi, kabachki bo'ladimi, mana shunga o'xshash ovushdan foydalanishimiz maqsadga bor. Mana bugungi kunlarda qovoqli ham chiqqan. Qovoqlardan foydalanishimiz, sholg'omlardan foydalanishimiz. Mana bular ham o'sha maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi yosh bolalarda ko'pchilikda ichini dam qilishi mumkin. Sholg'om ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar demak, eng noto'g'ri narsa. Endi hamma biladi bu narsani, lekin bilmaganlarga yoki e'tibor bermayotgan ota-onalarga nisbatan mana shu narsani tavsiya qilardim. Ovqat yeb bo'lgandan keyin shirinlik bermaslik. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.